Bale, hayotim shunchalik zerikarliki qandaydir yaxshi narsa ham sodir bo'lmaydi. Yebayt, fantaziya dunyosiga tushib qoldimmi? Hech qanday savol bermayman, chunki bu ajoyib dunyo ekanligini bilaman. Subaruning Musor hayoti animesi. Yo'q, ularda xuddi inglizlar ham bor ekan. Bu olmani sotib ol. Yebayt, xuddi yalang'och hayvonlar ham bor ekan. Bale, xuddi bitta yo'ldoshlar kutlar ham bor ekan. Qo'llarni chiqazdan qo'y, bo'lmasa zo'rlaymiz. Pashol, Xuyovi qiz paydo bo'ldi. Qalaysan? Men sevib qoldim. Nima? Atigi biz 5 daqiqa qoldim uchrashdik-ku. Bu qo'ymasmi? Po'xoy. Endi sen meni qizimsan. Okey, men nima qilishim kerak? Birinchi bo'lib yaxshiroq joy topish. Xuyovi olmani sotib ol, naxu. Ne xuya? Men sizni tanimayman, lekin xuddi oldin ham ko'rganga o'xshayman. Siz meni taniysizmi? Idi naxuy bi. Sotib ol, naxuy. Okey, bled, men o'zim mana shu bolalarni oldida tirilaman. Demak, degani menda qandaydir qobiliyat bormi? Ha. Ne xuya yaxshisan tushunmadim. Qarang, Iban, senga tushuntiraman. Sen o'lsang, vaqtni orqaga qaytasan. Ya'ni o'zingni oldingi vaqtingga. Tushundingmi, Iban? Ha. Demak, men o'lsam vaqtni, ya'ni oldingi qo'limga qaytaman. To'g'rimi bilyapsiz? Men tushundim. Rahmat, bratan. Вообще-то men ismim Animeshnik. Qo'y menga. Menda pizdes telefon bor, sotib olasan. Bu xuyoviy telefonni kim ishlatgan bilay. Ha, yo'ldan topib oluvdi. Agar xohlasam, men uni jinsiy aloqaga almashishim mumkin. Bro, lekin zo'r taklif, o'ylab ko'ring. O'chir bilet, o'zim o'ylayman. Короче, Xuyoviy qiz tushuvigan bilet, ko'tingga tiqdik hammasini. Fikrimdan qaytdim, endi sen meni hech qachon ko'rmaysan. Hech qachon demay, qachondir ko'rishamiz. Rem kimligini bilasanmi buni? Ne xuya kimligini bilmayman, lekin zo'r qo'ya bor. Ko'tiga bana tiqaylik. Ne xuyasi bu qanaqa qilib gapirayotgan deylar bilan. Bu qo'ymasmi Xulovar? Menga turmushga chiq, xohlagan ishingni qilaman. Okey, men bu bilet bilan bitta vanaga kirib chiq, keyin o'ylab ko'raman. Ne xuya? Hayotim zo'r ketyapti. Yebayt, sen meni naxuy o'ldirmoqchisan. Mo'suliging uchun naxuy. O'lishimdan oldin bitta gap aytaman, lekin ko'takchisan. Sen yaxshimisan? Xuddi kimdir seni zo'rlaganga o'xshaydi. La'nati psixopat. Senda dejavu bo'lganmi? Dejavu bo'lganmi? Dejavu bo'lganmi? Yo'q. Menda hech qanaqa xuyoviy dejavu bo'lmagan. Aniqmi? Ha. Короче, sen o'zingni tog'dan tashlashing kerak ekan, bilayt. Shunda uylanar ekan senga, bilayt, turmushga chiqarkan eganim, bilayt. Emilia, bilayt, mana bu xuyoviy narsa nima? Короче, hammasini anu xuyoviy it qildi. Rem Yiban emas. Hammasi yaxshimi? Meni boshim og'riyapti. Sen meni o'ldirib qo'y deding, bilayt. Даже hozir ko'tim ham og'riyapti. Zaybal naxoy. Eding naxoy. Ha, mayli. Men bitta joyga ketyapman. Sen yerda bo'lishing mumkin emas. Naxoy mumkin emas. Короче, yerda hamma aqllilar yig'ilgan va bu yerda biz, biznes haqida gapiramiz. Hamma biznes odamman, boraveray. Mayli, faqat kodingni qisib yurgan. Oy, men Emilia bilan sizlarni o'zimni to'yimga taklif qilaman. Voy talpayob. Короче, men jimlaring. Men yoqimliman. Men biznesman. Men esa bichman. To'g'risi bu nimaligini bilmayman. Короче, menga po'xoy, kim nima deb chaqirsa chaqiraversin. Sen bilayat, Emiliyaning oldida bunday gaplarni aytishga qanday haqing sig'di, Yiban? Iltimos, ko'tingizni qisib o'tiring. Menga po'xoy, xohlasam ochib o'tiraman, naxoy. Bala, Emiliya shunchalik zo'rki, hatto 100 ta qizdan ham pizdesroq, tushunlaringmi? Bala, короче, meni xotinim hichlasa nimalaring. Zaybal bala. Emiliya, shu gaplar aytgani hammasi haqiqatmi? Men o'zingizdan so'rayapman. Albatta haqiqat, Yiban. Cringe. Zaybal, hamma o'chlaring naxoy. Просто bu o'g'il ham siqilganda. Ne xuya? Sendaqa Yibanski odamni birinchi marta ko'rib turaman. Nima qilasan? Meni urarsanmi? Qo'lingdan hech narsa kelmaydi-yu, Yiban. Au. Sen shularga loyiq eding, talpayob. Короче, xuyoviy narsa meni gapirishga xalaq qilyapti, bila. Emilia, men sen bilan sen yaxshisan? Hammasi yaxshi. Sen aniq yaxshimisan? Uchrashuvga. Nima, sen yolg'iz qolmoqchimisan? Bayama senga yordam bermoqchiman. Sen esa qanaqadir Yibanski qog'ozlarni chiqaryapsan. Nima, sen Yiban bo'lib qoldingmi? Demak, men ahmoqmanmi? Yaxshi, men ketdim, Zaybal o'sha. Qo'y ovozingni chiqazib o'tiraver. Meni tanlarimni yoki Emiliyani? Albatta mushuk qizni tanlagan bo'lardim-da. Yo'q, Yiban, men o'g'il bo'laman.
Isbotlachi. Mana bo'ladimi? Menga po'xuy baribir sen qiz bo'lasan. Короче, boshqa narsa haqida gapirishaylik. Ha, dublyajda azoblanadigan joyi bormidi? Sujetda o'qimagandim, balki bordi. Yaba. Bu shunchaki tushunmagan, men buni haqiqatda bo'ylayman. U yoqda bitta yigit bor edi va u Remni o'ldirdi. Nimaga Rem o'lishi kerak edi? Ha, Rem kim? Sen nima bilayapsan? Hazillashyapsanmi? Rem seni singling-ku, qanaqasiga unutishing mumkin? Iltimos, faqat seni ishlamayman demagan. Xavotir olma, men hech qachon Yo'q, xudoyo. Nimaga faqat menda shunaqa bo'ladi? Subaru, meni sen eng yaxshi ko'rgan animendagi anime Vifyun qaysi? Menga ayt. O'ylab ko'rmagan ekanman. Men seni yaxshi ko'raman. Idina, men Emiliyani yaxshi ko'raman. Nima? Men ham seni yaxshi ko'raman deyishing kerak edi, plus. Men esa seni sevaman. Men ham seni yaxshi ko'raman. Rostdanmi? Meni eshitki, bironta bir hazilomuz o'yin o'ynaymiz. Bo'ladimi? Ha, bo'ladi. Tok. Kim bu? Men sevaman. Emiliyani. Nimaga? Men sevmaysan, axir men ham kula olaman-ku, nimaga? Uni tabosib pizdes ro'da, shungadir balki. Mendan zo'r odam yo'q, balki o'ylab ko'rarsan, men har xil ishlar qila olaman. Masalan, Alex. Bilet, nimaga yig'layapti o'zi bu? Men seni. Yo'q, to'xtat, bo'ldi, qisqartirdimi? Men aytmoqchi edimki, kam gapirgan odam ko'proq yashaydi, bilasanmi? Shuning uchun gapirma. Xo'sh, bo'ladimi? Okey. Va nihoyat. Lekin baribir men Emiliyani ko'raman. Meni eshit, menga yordaming kerak, kitni o'ldirishga. Senga naqi yordamim kerak o'zi bilaychi. Shunchaki yordam ber. Va nihoyat ko'ndirdim. Qani bola olg'a, bu kitni ko'tini chiqazamiz. Kitni zo'rlash boshlandi. Kitni zo'rlash tugatildi. Biz nihoyat bu kitni zo'rladik. Albatta buni sensiz. Rem. Ha, Rem. Esimdan chiqmaganda albatta ismim. Ismimni unutmagan uchun rahmat. Meni eshit. Balki biz endi Betelgeuse to'ldirgani borarmiz. Mayli, boraveramiz. Men nixuy yaxshilarsan bilmayman, lekin Betelgeuse'ni zo'rlaymiz, ketdik. Men Betelgeuse'man. Yo'q, men Betelgeuse'man. To'xta. Bo'lani azoblashyapti menimcha. Ha, tugadi bo'ldi. Xavotir olma, men o'lsam qayta turula olaman. Ya, xayli tom o'g'il bo'laman. Bilet. To'xta, meni aldashni bas qil. Menda zo'r plan bor. Okey, men bu animeda eng pizdes odamman. Ko'tini chiqar. O'g'ayni, menimcha o'lmadi. Emiliya, men seni qutqaraman. To'xta. Nega? Bularni hammasini nima uchun qilyapsan? Rem seni yaxshi ko'rishini bildim. Nima uchun Remni tanlamasdan Yibatga meni tanlading, a? Mendan bemalol voz kechib ketishing mumkin edi-ku axir. Rem kim? Kim katta ekanligini 3 gacha sanab aniqlaymiz, bo'ladimi? 1, 2, 3. Biz endi do'stlarmizga aytmaymiz. Mayli. Salom bo'ldi, sizlar bilan emishdik va men tomog'im bo'g'illanib qotdi. Kodi chiqib ketdi bitta gapini aytganda. Ovoz berdi animeshnik, men tarjima ham animeshnik, keyingi animelarda ko'rishguncha ko'p gapirgim kelmayapti, shuning uchun xayr hammalarga. Va qandaydir anime bo'lsa, bemalol meni ilishkimga aytishinglar mumkin va keyingi animeni shu kommentariyasini tagiga yozib ketishinglar mumkin. We'll see. Many more episodes of this to come. Anyway, that's it from me now. I've been Giga, and I'll see you all next time.